farzandga ism qo'yayotganda Muhammad deb alohida o'sha Muhammadning o'zini qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi, juda yaxshi bo'ladi. Kim Muhammad ismini qo'yib bo'lmaydi degan bo'lsa, katta beodoblik qilgan bo'ladi. Rasulullohga ummatligiga shak shubha keltirgan bo'ladi. Hech qayerda Muhammad degan otni qo'yib bo'lmaydi degan gap yo'q. Muhammad ismini qo'ysa bolaga og'ir keladi degan gap yo'q. Muhammad ismini qo'ysa bola kasal bo'lib qoladi degan gap yo'q. Hech qayerda yo'q. Bu gapni aytgan katta beodob. Rasulullohga ummat bo'lishdan mahrum bo'lib qolishi xavfi bor odam aytadi. Qanday qilib o'zini shafoatchisini ismini bolamga og'ir keladi deydi. Qaysi insofi bor, aqli bor odam shuni aytadi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zi hifzi himoyasida asrasin, ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin.